Assalamu alaikum урматтуу мен мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Тверская область, город Бежецк. Туугандар, бүгүнкү кезекте Өзбекстандан келген меймандар бар. Ушундай болгон сарайды алыштылар. Сарайды бүт 5 гектар жери менен. Жүрүңүздөр барып таанышалы. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, birodarlar? Tuzingmisizlar? Sog'lig'inglar joyidami? Inshaalloh mana akamizni ko'rib kanalidan ushbu firmani olgani keldik. Alloh nasib qilsa, akalarim bilan bir qator Xudo xolisi yotsa bo'lamiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hammani kirib kelgan yangi yil bilan mana Allohim bizim yangi yilga yangi firmalar bilan qutladi inshaalloh. Xayrli qilsin olgan firmamizni inshaalloh yaxshi niyatda oldik. Sizni kanalingizdan ko'rib aka niyat qilib kelib mana nasib qilib qoldi, mana shu firmani oldik mana. Bugun nomimizga o'tkazdik. 700 kvadrat firma, 5 gektar yeri bilan mana shu yerda mana 250 gektar davlat yeri bor ekan, bemalol begarga foydalansa ham bo'lar ekan inshaalloh. Biz ham bir 50-60 ta mol qilib, 100-200 qo'y qilib masjidlarda o'zimizni sinab ko'ramiz bir. Fermerlik bo'lib. Jamshid aka, bizdin kanalды qaysi jaqdan ko'rdingiz akam? YouTube kanalingizdan ko'rdim-da aka, YouTube kanalda. YouTube kanaldan kelib ko'rdingiz ha, bu yoq. Ko'rib masjidda niyat qilib bir aylanib kelib, mashinasi nasib qilib olib qo'ydik inshaalloh. Nasib qilsin akam, Xudo xolasa shu yerda mollarni qilib, mana yerlarda oshti qilib jeyik jozdinda, buyursa. Inshaalloh bahorda Xudo xolasa masjidlar chiroyli qilib restavratsiya qilib turib, osh bilan qo'y so'yamiz aka. Xudo xolisi Alloh. Boshlaymiz ashunda aka, kelib bir anjancha osh qilib beraman o'zim sizga. Andijonning qayog'idan bo'lam dedingiz aka? Asakadamiz aka. Asaka degan qishloqdan, ha? Ha, shahar. Shahardan. Shahardan. Firma ol desa qishlardan kelaveradi aka. Mana yana Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qo'rg'ontepadan aka. Biz mana shu akamizni kanalini ko'rib, aka-ukalar bo'lib, O'zbekistondan Andijon Qo'rg'ontepasidanman. Mana shu firmani oldik, niyat qilib, yangi yildan oldin Xudo xolasa o'zimizni sinab ko'rmoqchimiz. Inshaalloh mana shu aka-ukalar bilan. Mashina endi mana shu yerda fermerlik qilmoqchimiz. Tverskaya oblast, shaharchan Bejinsk shahar dеревнясida o'zimizni sinab ko'rmoqchimiz. Xudo xolasa Allohga tavakkal qilib, mana shu akamizga rahmat. Yaxshi niyatda oldik, Xudo xolasa. Nursulton akaga ad dushi rahmat. Qirg'iziston, O'zbek eli. Rahmat katta dushi. mana Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. qana Jamshid aka, qirg'iz tug'anlarga dag'i ne dedingiz? Qirg'iz tug'onlarimizga ham kelsinlar. Mana masjidda Xudo xolasa billa aka-uka bo'lib, mana shahardan ular ham qilsin. Billa ishlaymiz-da endi aka. Qancha ko'p bo'lsa shuncha aka. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Mana shahar oxiri musofirlar mahallasi bo'lib ketadi inshaalloh. Mahallasi bo'lsin iloyim. Shu inshaalloh xayrli qilsin hamma. Toshda O'zbekistonlik, Qirg'izistonlik, Tojikistonlik o'zimizni nima deydi? Musulmon aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Mana shu yerda, mana shu qishloqlardan sizlar ham kelinglar, olinglar, uy-joy olinglar, firma olinglar, aka-uka bo'lib, bitta oila bo'lib yashab. Kanalida mana arzon uylar chiqyapti. Agar sizlarga yoqsa, ma'qul kelsa, mana akamizga murojaat qilsanglar, o'zi olib kelib, mana bizga vaqtini ajratib kelyapti. Xudo xolasa juda ham foydali bo'lyapti. Nasib bo'lsa, sizlar ham xursand bo'lasizlar, biz juda xursandmiz. Alloh rozi bo'lsin. Shu akamizdan, Batkentdan ekan, Batkentdan. Gap yo'q. Bu O'zbekistonda aka. Mana bekor buni artib qo'ymadim. Videoga tushirib qo'ying, 60. Malibu nima bo'ladi? Yana mana shu firma orqali. Buni bitturi katta qilamiz-a? Xudo xolasa. Inshaalloh. Xudo xolasa shu 5-6 aka-ukalar bo'lib qildik. Mashina katta qilish uchun oldik aka, Xudo xolasa mana shu firma. Inshaalloh. Bo'ldi akam. Jamshid aka, sekret bo'lmasa shu firma necha pulga tushdi akam? Sekret bo'la qolsin. Qimmatroqqa tushdi aka bizga, Xudo xolasa endi. Aytamiz, hamma bitgandan keyin necha pul tushgan aka. Bo'ldi. Gap jo'q. Boshlaganda Xudo xolasa aytamiz, mollarni ham restavratsiya qilib, gaz tushiramiz, hamma yo'lda joylarni qilib, Xudo xolasa hamma yo'lda gapirib o'tib ketamiz inshaalloh. Bo'ldi. Xudo xolasa buyursa jazda kelib dag'i video chiqaramiz bu yoqdan, ha? Inshaalloh aka. Alloh shu Nursulton akamizning videolarini ko'rib, mana shu firmani bugun nasib bo'lsa oldik. Dokumentlarini ham bugunning o'zida qilib berdi. Alloh rozi bo'lsin akamizdan. Shu kanalda kim ko'rib, uy olyapmi yoki firma olyapmi, misol mol boqqani, qo'y boqqani, bemalol ishonib shu akamizga murojaat qilinglar. Juda ham bir
Yaxshi inson ekan. O'zi qirg'izistonlik to'g'onlar juda ham bir ochiq ko'ngil, xushmuomala. Batkendan ekan. Batkenliklar bo'lsa, Qirg'iziston elim. Salom. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Juda ham xursand bo'ldik. Xudosi Alloh nasib qilsa, hammalarni kutib qolamiz. Bu yer juda ham katta joy. Tojikistondan bo'lasizmi, Qirg'izistondan, O'zbekistondan meni taniydigan, tanimaydigan butun biz aka-ukalarimizni inshaalloh mana shu yerga kelib, o'zini tirikchiligini, biznesini yo'lga qo'yishini taklif qilaman. Rizq Allohdan, harakat qilinglar, inshaalloh sizlar ham bizga o'xshab mana shu joylarda. Tug'anlar, sözünüzü böldüm akam. Bu kişi biznesmen kişi Moskvada aviakassalari var. Hazır reklama kılıvatpayım. Bu şu kişinin reklaması. Жүріңіздер анда reklamasını көрелі, anan дальше продолжение qilamiz. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga YouTube olamida tanilib borayotgan Hayotbek Ahmedovning Tomosha TV kanalini tavsiya qilamiz. Mazkur kanalda siz arzon va ishonchli O'zbegim 24 aviakassasini hamda O'zbekiston shaharlaridan Rossiya shaharlariga avia biletlar narxlarini kuzatib borishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon +7 kodi bilan 963 761 0707. Unutmang, biz sizga eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Millioner, hozirgi ko'rib o'tgan bilet bo'yicha o'sha balaga qayrilib berasizlar. Aviakassasi bor o'zining. Beryapti. O'zbegim 24 aviakassasi Moskvada metro Begava hamda metro Sholkskiyda ikkita filialimiz bor. Inshaalloh nasib bo'lsa, akamizga Abdushur Ahmad qo'ldan kelgancha bizga podдержка qilyapti. Biz ham imkon qadar xudo olsa chiroyli javob qaytaramiz. Tuğandar, hozir biz Bejitskiyning fermasiga keldik. Bu жақта дағы деле колхоz бар. Soyuzli maldan beri ishlab kele жатышаттар. Bu fermada satıla turgan torpaqtordu көргөнү keldik. Жүрүңүздөр анда месе içine kirip torpaqtordu көрөлүчү. Мына ушу torpaqtor тугандар 8 миң, 10 миң, 12 миңге сатылат экен. Жашына карап тугандар. Анан эң чоңу 5-6 айлыгы сатылат экен. Калгандары сатылбайт экен тугандар. 5 айлык, 6 айлыктары эң чоңдору моундай болгон. Көпчүлүгү моундай болуп жаш торпоктор экен. 2 айлык, 1 айлык торпоктор. Мына. Akalar, mana Masha akamiz ferma bor deganiga mana mol olgani keldik. Bo'zaylar olgani, endi yangi olgan ferma. Masha akamiz orqali ferma oldik inshaalloh. Mana kelishlar ham qilinglar. Mollarni ham o'zi ko'rsatib mana yordam tanishtiryapti inshaalloh. Mana туғандар, көрдүңүздөр, ona şu ушул торпоктор сатылат. Ушуларды көргөнү келдик. Туру жамшытка. Turoli ekan, уже yemishi kiribdi. Akamiz Sulton akamiz orqali mana bitta ferma oldik, xudo xolasa. 150-200 ta mol sog'adigan. Endi sekin bo'zachalar ko'ryapmiz. Qanaqa bo'zay baxsi yaxshi bo'ladi deb sekin maqsadlashib, akam o'zi olib yuribdi. Mana. Yordamlashib. Alloh rozi bo'lsin aka sizdan ham. Jamshit aka, O'zbekiston qaysi jag'idan bo'lam dedingiz? Andijon aka, Devda oldin Asakadanmiz. Ha, Andijondan. Sizni videolaringizni ko'rib, Alloh xayrli qilsin, mana ferma oldik inshaalloh. Ya'ni Allohdan. Mana, uqdingizlar tuğanlar. Xudo xolasa, Amirda Masha akamiz ko'rayotgan videolariga izzatni o'z fikrlar yozib, like'lar bosib qo'ylar, akamizni mehnatini qadrlab qo'ylar. Xalqimizga, elimizga yordam qilib, qo'ldan kelgancha bor haqiqatlarni, bor narsalar chiqarib beryapti. Xudo o'zimizdan yaxshi niyatda akamizga videoda boshdan ham aytib o'tdim. Firmalarimizni ko'rsatdik. Shu akamiz ko'rsatib bizga olib berdi. Alloh rozi bo'lsin. Atak uylar ham qo'yayotgan. Agar qiziqqanlar bo'lsa, kelib uy ham olsanglar bo'laveradi. Xudo olsa birinchi boshida o'zi maslahat beryapti. Shu 3 oy, 4 oyligini olinglar uka dedi. Ana hozir bir kamida bir 200 tacha Xudo olsa nasib bo'lsa olamiz. Qo'y ham hozir ko'rsataman dedi. Xudo olsa zo'r. Allohdan so'rab kelaversa, rizqni Alloh beradi. Qancha o'zimiznikilar zo'r bo'lib, boyib, masjidlarda bir-birimizga podдержка bo'lsa, juda ham zo'r bo'lardi. Biz sizlarni kutamiz. Nursulton akaga rahmat. Qirg'iziston, Abdushi. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz. Biz Moskvadan Qozog'iston chegarasiga qatnaymiz va o'z xizmatlarimizni sizga taklif etamiz. Hozircha shunaqa. Xohlasa hammalarni chaqirib qolamiz. Shu boyagi. Kelinglar akalar. Bu yerda joy ko'p. Rizqni Alloh beradi. Sizlar kelsanglar, bir-birimizga yordam berib, podдержка bo'lsa juda xursand bo'lamiz.
Inshaalloh kutib qolamiz. Sulton akamga rahmat. Mana, o'qdingizlar tug'anlar. Allohdan rozi bo'lsin aka. Qilayotgan ishingiz xayrli bo'lsin. To'xtamang, bosing gazini. Siz orqali mana biz erishdik, qolganlar ham erishadi inshaalloh. Mana, o'qdingizlar tug'anlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon turingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.